korporativ mijozlarga, yangi ochilgan mijozlarga bor o'xshaydi. Yangilar oldi. Korporativ mijozlar o'ziga ham hozirdan maqsadsiz $1 million chiqib ketmoqchi. Bu ham avvalo $10 oshib bo'lish kerak degan joyi bo'ldi. Korporativ mijozga kiradi. $1 million gacha keyin maqsadsiz kreditosi bo'ladi, so'roqni tushiraveramiz. Xohlagan ishlatib qo'yamiz. Zalogsizmi? Zalogga agar tartibi bormi ham zalogsiz bersa bo'ladi. Qarz yuki degan joyi bor. Aylama yaxshi bo'lsa 20% dan oshmasa qarz yuki. Oylik to'lovingiz kredit aylangan oylik pulingiz 20% ga ko'targanda sotib beramiz. Qanday o'tadi? Qanday beramiz degan. Sug'urta o'tadimi, pardaka? O'tadi. Endi o'tadimi hozir? Pardaka bitta sug'urtasi shu limitini aniqlamaydi-da. Limitini aniqlasa, qanday foizi $15 o'zimiz mablag' bersak, jalb qilingan bo'lsa 12 bilan 13 orasi bo'ladi. So'mda 6 foiz bo'ladi. Yiliga 3 yil muddatgacha beramiz. Dollardagisini bitta sharti bor, 5 ta shorni aniq berish kerak yoki eksportni sotamiz bo'lish kerak. Dollarda bersak, valyuta bo'lsa. Biz mahsulot chiqarimiz uchun qanaqa bo'ladi? Bo'lmasa 5 ta shorni aniq berishingiz kerak bo'ladi. Dollarga tushadi bu tanlarni. Dollar endi hozircha tushyapti-ku. Tushadi, bir dollarga. Sen dollarda endi mana endi keyingi yilda endi xudo boshqa. Balki tushadi, arzon ko'tarib ketadi. Agar aniq bo'lsa, ishlash bo'lsa, rahmat.